Avvallar dehqonlarimiz xuddi shu tartibda ariqlar ochib, mana shu ariqlar orqali ko'chatlarni sug'orib borishardi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Ali Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Bugun sizlar bilan tomchilab sug'orish sistemasi va unga ketadigan barcha aksessuarlar haqida gaplashib o'tamiz. Ungacha videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, hamma ma'lumotlarni narx-navolargacha aytib o'tamiz. Vaqtli o'tib, mana bu tomchilab sug'orish lentasidan juda ham ko'p dehqonlarimiz уже tushunib, foydalanishni boshlashdi. Sababi suvni sarfini kamaytiradi, mehnatni kamaytiradi. Mana ko'rganinglardek, ko'chatlarni bir me'yorida o'sishga yordam beradi. Bugungi kunga kelib O'zbekiston bo'yicha juda ham ko'p tadbirkorlarimiz mana shu tomchilab sug'orish lentasidan, ya'ni dehqonlarga tarqatishyapti. Siz esa qayerdan olishni bilmayapsizmi? Bunaqa paytda Ali Baraka sizlarga premium sifatdagi Xitoyda ishlab chiqarilgan tomchilab sug'orish lentalarini tavsiya berib qoladi. Chunki O'zbekiston bo'yicha juda ham ko'p dehqonlarimiz foydalanib kelyapti, bironta pretenziyalar yo'q va boshqalarga ham tavsiya berishyapti. Biz esa sizlarga, ya'ni sizlar ko'rayotgan obunachilarimizga ham eng sifatlilarini tavsiya berib qolamiz. O'zi yon berdi dehqonlardan, ya'ni qo'shnilardan Ali Baraka mahsulotlarini bemalol so'rab surishtirishinglar bo'ladi. Chunki O'zbekiston bo'yicha juda ham ko'p qismdagi dehqonlarimiz bizning mahsulotlarimizdan foydalanib baraka topishadi. O'zbekiston bo'yicha juda ham ko'p dehqonlarimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan, mana ko'rishingiz mumkin, premium sifatdagi tomchilab sug'orish lentalarimizdan foydalanib kelishyapti. Mijozlarimizning, dehqonlarimizning talablariga binoan, ya'ni 1000 metrdan даже 3000 metrgacha bo'lgan va teshigini oralig'i masofasi 10, 15, 20 va 30 santimetrlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Bularni optim narxlarda sotib olsanglar bo'ladi. Uning uchun mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, bizning menejerlarimiz hamma to'liq ma'lumotlarni aytib o'tib ketadi va bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan va yer maydoni bilan shug'ullanadigan tadbirkor akalarga tez jo'natib qo'yinglar.